Mana uyni ahvoli degan berdi. Mana shunday qilibdi bular. Mana rozetkalar kuygan. Mana ularga chizib tashlagan devorlarga. Mana rozetka, mana kulchatirni yo'q qilgan, sindirib. Mana televizorda hech narsa yo'q. Blok pitanalar mana yerda yotibdi. Blok pitana yo'q, kabel yerda yotibdi mana. Hamma yoq ko'tga tiqqan bular. Nima qilishni bilmayapman. Kimga aytishni bilmayapman dardimni. Sizlar ishongan odam mana shunday qildi, opangga aytib qo'ygan. Endi Ahmad kelsa, Ahmadni alohida hangama qilaman. Hech narsa qoldirmabdi uyda. Hammasini ko'tiga tiqib tashlabdi. Mana o'zimizning rozetkalar ham yo'q. Uyda bironta shnur qolmabdi. Shnurlar barini yig'ishtirib ketibdi. Mana yerdagi shnurlar ham yo'q. Uyda hech narsa yo'q edi deb turib, mana uyni rasvosini chiqarib chiqib ketgan. Mana ahvol. Gazni ahvoli, mana gazni kulcha bitta kraynigi yo'q mana. Bari nima deyishni bilmayapman. Mana balkonning ahvoli. Hamma yoq musor mana. Musorlarni ham yig'ishtirib qo'ymagan. Uyda bironta shnur qolmabdi. Shnurlar barini yig'ishtirib ketibdi. Uydagi kichkina kalta qora shnur ham yo'q. Hamma ko'tiga tiqib, enasiga tiqib tashlabdi. Nima deyman endi egam berdijon, o'zing hal qil. Men bir narsa deya olmayman bularga. Uyni sizlar bergansizlar, yaxshilik qilib vaqtincha turib tur deb. Lekin hamma yoqni ko'tiga tiqib tashlabdi. Mana paqirlarni ham bunday qilib tashlabdi mana. Suv oladigan yaxshi paqirlar. Ikkita paqir yo'q, hali qaygo'rga tiqqan bo'lsa. Mana. Endi hozir janjal qilsam, janjal qilib deb vahima qiladi. Nima deyishni bilmayapman. Hech narsani qoldirmabdi. Bir paqir moy bor edi, mana bunday qilib tashlabdi. Bularga yaxshilik qilgan odam emas o'zi. Bironta shnur qolmagan. Hamma shnurni ko'tiga tiqib tashlabdi. Egam berdi, nima bo'lsa o'zing hal qilib ber endi. Men bir narsa deya olmayman bularga. O'zing bir balo dey. Bo'ptimi bolam, menga javobini ayt, bir maysaraga telefon qilib gaplashishligini. Javobini ayt menga keyin. Iltimos, kutaman.